Assalomu alaykum. Uzoq kutilgan KXdagi mebel va dekor ko'rgazmasi ham o'z nihoyasiga yetyapti. Bugun 3-kun, oxirgi kun. Shunga qaramay biz KX ko'rgazma maydonini birgalikda aylanib, Shosh mebel stendi bilan tanishamiz. Ketdik. Umumiy zalga kirib oldik. Bu kirish qismi. Bu yerda ikkita resepsiyon joylashgan. Bu yerda registraturadan o'tiriladi. Biz endi o'tmaganmiz registraturadan. Buni onlayn qilsa ham bo'ladi. Keyingi yilga onlayn olib qo'ysanglar, ya'ni bu yerda navbat kutib qolmaysizlar. Bugun o'sha kunning ikkinchi qismi va oxirgi kun bo'lganligi uchun odam kamroq. Boshqa kunlari juda ham ko'p bo'lyapti. Xo'p, bu yerda stendlar joylashuvi qaysi joyda qaysi brend stendi joylashganligini ko'rish mumkin. Bu yerda bo'lsa hamma ishtirok etayotgan brendlar. Bu yerda ham mana biz bormiz, Shosh mebel. Bundan xursandmiz. O'zbekistondagi yirik brendlar shu yerda. Assalomu alaykum, xonimlar. Rahmat. Xo'p, kirib oldik. Bu yerda bizani brendlar kutib oladi. Bu yerda Calmo brendi bor. Milliy brendlarimizdan. Xo'p. Yasti joylashgan ekan, stol ishlab chiqarishadi. Men bilganim bu yerda Mix Info shohona stendi bilan klassika va yorqinlikni va hashamatni yaxshi ko'ruvchilar uchun desak to'g'ri bo'lsa kerak. Xo'p, biz endi o'zimizdan stendga qarab yuryapmiz. Bizaniki markazda joylashgan desak ham bo'ladi. Ko'pchilik bilgan bu yerda ixlos joylashgan qo'shnimiz va bu yerda mana uzoqdan ko'rinishi mumkin. Katta qilib adashmaylar deb Shosh mebelni stendini joylashtirganmiz. Tepada ham, bu yerda ham. Xo'p, bizda brendimizda Shosh mebel degan hozir rebranding qilib Shosh konsept deb bu yerda joylashtirdik. Konsept ya'ni g'oya, yangilanish va o'zgarish degan ma'noni bildiradi. Biz faqat mebel ishlab chiqarmaymiz, biz g'oyalarni olg'a suramiz. Buni stendni ko'rish davomida ham tushuntirib beramiz. Oldi qismidan boshlay qolamiz. Biz stendimizning yuz qismiga mana burchakdan boshlaymiz. Mana bu yerda ikkita mягкий zona qildik, yumshoq mebellarimizni joylashtirganmiz. Bu yerda mana ko'rganinglardek mebelni o'zini qo'yib qo'ymadik. Buni ya'ni mijozlarimizni shu sharoitda yaratishga harakat qildik. Ya'ni devor qoplamalari mягкийlar, o'sha yumshoq mebellarimizdan joylashtirdik. Ko'rishingiz mumkin. Bu qanaqadir yorqin, xushchaqchaq bo'lgan proyektimiz. Bu yerda bo'lsa ikkinchi modelimiz. Bu yerda ham mana ko'rishimiz mumkin. Jurnallarni ham biz o'zimiz ishlab chiqarganmiz. Bu yerda mana pufiklarimiz noodatiy dizayn desa, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Bu mebellarni xonadoningizga va ofisingizga joylashtirsangiz bo'ladi. Faqat interyer dizaynerlar bilan maslahat qilgan holda deyishimiz ham mumkin. Chunki bunaqa yorqin va teksturali, mягкий, yumshoq mebellarimizni mana bu yerda ham xuddi shu effektni berishga harakat qilganmiz. Ya'ni bir xil rangdagi devorga joylashtirilsa chiroyliroq ko'rinadi. Buni yana dizaynerlar bilan maslahat qilsangiz bo'ladi. Bu yoq qismimizda bizda set joylashgan. Bu degani mehmonxona uchun mebelimiz, mana bu yerda hol uchun yumshoq mebelimiz va yotoqxona mebelimiz. Buni komplekt qilib olsanglar ham bo'ladi. Hammasini dizayni, rangi bir xilda ishlangan. Ya'ni o'zimizning ishlab chiqarish. Xo'p. Bu yerda ko'rishimiz mumkin Turkiyaning matosi, bu yerda shipon ishlatganmiz, tabiiylik, mebel ishlab chiqaruvchilar va mebelni yaxshi tushungan insonlar biladi. Bukish ishlari, mana shunaqa avalniy qismlari qiyinchilik tug'diradi, lekin buni uddalaganmiz deb hisoblaymiz. Xo'p, kravatlarimiz har doimgidek kapot mexanizm joylashtirilgan, ya'ni bu tepaga ko'tariladi. Yozda qishga, qishda yozga kiyimlarni joylashtirsak bo'ladi. Shkofimizda 6 ta eshigimiz, bunda ko'rayotgan bo'lsangiz podsvetkalar joylashgan va alufremli alyumin ramkali eshiklari. Xo'p, yumshoq mebelimizni ham ko'rishimiz mumkin. Buni kattaroq variantda ham yasashimiz mumkin. Endi joyimizni chegaralanganligi uchun bu yo'lga kichikroq shaklda yasadik. Buni mana bunaqa qo'l va tuyanish qismlari orqaga kattalashadi. Bu televizor ko'rishda yoki bemalolroq o'tirishda yordam beradi. Buni mana osongina yana joyiga qaytarib qo'ysak bo'ladi.
Jurnalniy pufiklar ham shu modelimizga mos qilib yasalgan. Bu yoqda yangiligimiz bizani Encanto penal va komod mebelimiz. Buni yotoqxona mebeli ham bor. Hozir bu yoqda buni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham boya aytganimdek, bukma joylari qiyinchilik tug'diradi. Buni menimcha chiroyli qilib uddalaganmiz. Bu modelimizni ham Shosh mebel do'konlarida, showroomlarida ko'rishingiz mumkin. Ko'rib baho berasizlar. Xo'p, bu qismimizda yotoqxona mebellarimiz, trimo, shkaf, ikkita tumba va kravatimizda joylashgan. Penal komodimizga mos ravishda set qilib ishlangan. Bunda ham xuddi shu aytganimizdek kapot mexanizmlari, ya'ni ko'tarish mexanizmlari bor. Tumbalarimiz va barcha bizning Shosh mebel barcha mebellarida tortma, ya'ni tortma mexanizmi skrit, ya'ni ko'rinmas bo'ladi. Mana yon tomondan ko'rinmaydi, tek qismidan qotiriladi. Bu Encanto modelimizni xarid qilish uchun Shosh mebel showroom va do'konlariga tashrif buyuring. Bundan tashqari boshqa modellarimiz ham do'konlarimizda joy olgan. Vistikada ko'rgazmada joylar chegaralanganligi uchun hamma modellarimizni olib kelib ko'rsata olmaymiz. Instagram sahifamizga ham obuna bo'ling. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Xitoylik mehmonxonalarimiz ham bor. Ya'ni bu eksportga juda katta foyda beradi bu ko'rgazmamiz. Bizda endi ko'p kutilgan va ko'p maqtalgan loyihamiz bu mehmonxona loyihasi, ya'ni mehmonxonani bir nomerini atmosferasini yaratganmiz. Ya'ni shunaqa buyurtma asosida ham tayyorlab bera olamiz. Mehmonxonalar bilan ham hamkorlikda ishlashimiz mumkin degan ma'noda tayyorlagan loyihamiz bor. Uni birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p. Kiravurishimiz bilan bizda mana eshiklarimiz ham mehmonxona talablariga javob beradi. Tepadagi mexanizmlarni ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqda ham hamma включаторlarni ham o'sha yoqish funksiyalarini ham ishlaydigan qilib qo'yganmiz. Xo'p, bu yoqda bar qismimizda har doimgidek bo'lishi kerak bo'lgan, ya'ni sharoitlar bor. Bu yoqda kofe, choy stakanlarimiz. Xo'p, bu yoqda xolodilnigimiz joylashgan. Buni ham ishlatib qo'yganmiz. O'sha kelgan mehmonlar o'zini mehmonxonada turgandek his qilishini xohladik. Xo'p. Bu yoqda mana ko'rishimiz mumkin devor qoplamalarimiz. Yevropani listlaridan foydalanganmiz. Bu qora rangdagi qismi bo'yalgan krashni, ya'ni yaltiroq lak bilan bo'yalgan mebelimiz, ya'ni devor qoplamamiz. Yumshoq mebelimiz kreslo bu yerda dam olish uchun bu yoqda mana kofe choylarni ichsa bo'ladi mehmonlarimiz, kitob o'qishligi mumkin. Menimcha yomon sharoit qilmaganmiz. Men o'zim ham jon deb bu xonada tunab qolgan bo'lardim. Xo'p, bu yoqda ish stolini joylashtirdik. Hamma mehmonxonalarda bo'lishi shart bo'lgan qism. Xo'p, bu yoqda bo'ladigan bo'lsa dam olish zonamiz, kravatimiz, matrasimiz, ya'ni mehmonxona talablariga to'liq javob beradi. Tepadagi kartinkamiz, rasmimiz ham mehmonxonani atmosferasini, ya'ni xonani bir yoqimli qilib turibdi desak ham bo'ladi. Ya'ni yorqin rangli va milliylikdan uzoqlashmagan holda. Bu yoqda shkaf zonamiz, bu yoqqa eshik qilmadik, chunki mehmonxonalarda har doim joy kichikroq bo'ladi va kiyimlar unaqa ko'p bo'lmaydi. Shu sababli eshiksiz joylashtirdik. Bu yoqda o'sha chamadonlarini va kiyimlarini qo'yishsa bo'ladi. Bu yoqda mana dazmol qilinishi uchun ham sharoitlar bor. Bu hamma mehmonxonada bo'lishi kerak bo'lgan talablar. Mehmonlar zarur bo'lganda kiyimlarini dazmol qilishligi ham mumkin. Buni ko'rish uchun ko'rgazmaga kelishinglar shart edi. Ko'rganlar bo'lsa fikringlarni yozib qoldiringlar. Ko'rmaganlar uchun bu loyihamizni showroomlarimizda yoki fabrikamizda ko'rish imkoniyatini yaratamiz.